Mana bu holatga tushib olish kerak. Ravnavergan holat. Oddiy inson holatiga. Xudo oynadan qarab olsin, qilib yo'qolmasin. O'zi realniy hayot shu o'zi. Ertalab turiladi, ishga boriladi, kelinadi, bosh og'riydi, oyoq og'riydi, qorin ochadi. O'zi realniy hayot shu. Bizlar nima biz almashtirib qo'yganmiz realniy hayot bilan o'sha kayf qilgan hayot. Chalkashib ketdi. Biz o'sha o'ylaymiz, даже men oddiy insonlarga qarab aytardimki, kayf qilgan paytim qanaqa yurtdi bu insonlar. Hayolim keltira olmasdim. Oldin yurganman-ku mana iste'mol qilmasimdan oldin mana shu narsani. Tablet ichmasimdan oldin, chakmasimdan oldin, qanday yemasimdan oldin yurganman-ku. Qanaqa yurganimni keltira olmasdim hayolimga. Qanaqa yurtdi bu inson? Kayf qilmasdan. Shoslar almashtirib qo'yganmiz. Hozirgi holatga mana hozir sizlar bu holatga tushib olish uchun hozir 80-90%